Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Nima harakat? Shu tuniga von qildiryotgandim. Ha, yaxshi. Alkabon qildirmabsiz. Algafonni pulini yarmiga bityapti. Ham sifatli deyishyapti. Qani bu yoqqa yuringchi. Ha, bu qo'shni oq bormabsiz-da. Oq modada hozir. Menga qaymorang yoqdi. Ha, mana yaxshi. Ha, bu qo'shni bekorga palasalik qilib qo'yibsiz-da. Undan ko'ra bir xil rang qilib qo'ymadingizmi buni? Ha, unaqa qildirsa ham bo'larmi? Bir og'iz maslahatlashmagansiz deysiz. Qo'shni hammasini kesib tashlabdi-yu ustalaringiz. Ha, endi burchak joylari bor, kesilar ekanda. Ha, bu ustalaringiz ham dangasaroqmi deyman-da. Necha bo'ldi tushganda? 3-4 kun bo'lib qoldi. Ha, yaxshi. Ha, bu tunga bu meshbuzam bo'lar ekan endi buni. Tuniga men center deb bolalarga telefon qildim. $11 qilishayotgan ekan, $10 qilib berishyapti. Akkuratni, chiroyli qilib berishyapti. Bir maslahatlashmisda yaxshi usta bolalar bor edi o'zi. Ha, bu o'yiz qachon qildirasiz endi? Plastikam yaxshi turibdi o'zi, chiroyli turibdi.